O'zbekistondagi eng ko'p sayyohu turistlarni o'ziga jalb qila oladigan Namangan xalqaro gullar festivalining startiga ham oz qoldi. Bu festivalning darajasi qanchalik yuqori ekanligini o'tgan yilgi turistlar sonidagi nollar ham ko'rsatadi. Va bu yil ham bizning Namanganimiz dunyodagi eng go'zal go'shalardan biriga aylanadi. Namangan xalqaro gullar festivali. Bu gilamday to'shalgan gullar oshiyoni. Siz bu chiroyni ko'rib afsuslanmaysiz. Gullarning hididan, rang-barangligidan bosh aylanadi. Bu go'zallikni albatta ko'rish kerak. Bu yerdagi go'zalliklar bilan birga o'zbek va jahon estrada yulduzlarining konsertlarida ishtirok eting. Festivalga kelgan millionlab sayyoh va turistlar ichida siz ham bo'lishingiz bizni ham sizni ham quvontiradi. Namanganimizni hech qachon bunchalik chiroyli ko'rmagansiz. Bu yilgi gullar festivali har yilgidan o'zgacha bo'ladi. Jamoamiz bilan barchangizni gullar festivaliga taklif qilamiz. Biz sizni nafaqat gullar festivali, balki Namanganimizning eng go'zal turistik zonalariga ham taklif qilamiz. Jumladan, Bobur yurti bo'lgan Axsikent arxeologik parki, Nanay turistik zonasi, Chodak qishlog'i, Afsonalar vodiysi tematik parki, Kosonsoyning bahova joylari, Sulton Uvays Qaroniy va 11 Ahmad ziyoratgohlari hamda mo'jizaviy lavanda sayli. Bulardan tashqari esa gastronomik turizm sizni kutmoqda. Biz sizni Namanganda kutib qolamiz.